ushbu videoda aytiladigan ma'lumotlarni hozir eshitib olmasangiz, ertaga topa olmasligingiz aniq. Sizni yoshingiz katta kichikligini men aniq bilmayman. Lekin bu kasalliklar sizda bo'lishi aniq. Ya'ni bu gaymarit bo'lishi mumkin, bu allergiya bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash hamma burun, quloq, tomoqqa bog'liq kasalliklarni bizning klinikada bemalol davolash imkoniyati bor. Asosiysi to'g'ri tashxislash. Ya'ni bizda endoskopik tekshiruv usuli bor. Bu bolalarni ham, kattalarni ham bemalol tekshira olamiz. Quloq, burun farqi yo'q. Bundan tashqari qo'shimcha tekshiruvlar, bu rentgen tekshiruv, kompyuter tomografiya tekshiruv, bular ham bizda mavjud. Va eng qiziq tomoni barcha konservativ muolajalar, ya'ni burun, tomoq yuvish hammasi mavjud. Ba'zi holatlarda konservativ muolaja yetarli bo'lmaydi davolash uchun. Bunaqa paytda albatta bizda operativ, ya'ni xirurgik yo'l bilan davolash imkoniyati ham mavjud. Bemalol bizga murojaat qiling, ya'ni bizning Neomed Cardio klinikasiga va har qanaqa turdagi lor kasalliklaridan xalos bo'ling.